Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni faqatgina bizning kanaldan topishingiz mumkin. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 6-martda qanday ob-havo bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 gradus iliq, kunduzi esa 12-17 gradus iliq bo'ladi. Vohamizning Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 gradus iliq, kunduzi 15-20 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, lekin yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida ba'zi joylarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Yo'llarga yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 gradus sovuq, kunduzi 5-10 gradus iliq bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.